Assalomu alaykum qizlar. Bugun sizlarga atirlarda obzor qilib bermoqchiman. Kunumlik ishlatiladigan va me'daga tegmaydigan atirlar. Ayniqsa shu laf boshida juda ham ko'pchilik so'ragan, kecha qo'yganimdan keyin o'zi qanaqangi bu atir deb. Shunaqa ko'rinishda bo'ladi qizlar. Bu uzunchoq ko'rinishda. O'zimniki bu. Har doim tugashiga olib yana ishlataman qizlar. Hidi вообще shirin. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Ayniqsa erga tekkan qizlarga rosa tavsiya qilardim shu atirni. Keyin qizlar mana bu eklatdan ham bor qizlar. Eklatda ham 2-3 xil turi bor. Hozir Divine haqida gapiray qizlar. Divine'da o'zi 3 xil turi bor. Oqi bor, fioletisi bor, shu ko'k Divine. Eng mashhuri shu ko'k qizlar. Har kuni sepsanglar ham me'daga tegmaydigan hidi. Shunaqangi prям mazza, zo'r hidli. Bunisi ham har kungi atirlarga bemalol qo'shib qo'ysanglar bo'ladi. Bundan tashqari qizlar mana bu eklatda ham adashmasam 2 xil turi bor. Buni krishkasi zolotistisi bor, shunisi bor. Ayniqsa eng mashhuri shunisi qizlar, yoshi kichkinaroqlarga, где-то 30 yoshdan pastlarga shunisi. Buni zolotistsi krishkasidagi bo'li yoshi kattaroqlarga tushadi qizlar. Buni ham har kuni sepsanglar ham me'dalarga tegib qolmaydigan atirlardan bu ham. Undan tashqari qizlar yana bitta shunaqangi Mish Jardani bor qizlar. Buni ham har kunga qo'shsanglar bo'ladi. Buni ham 2 xil rangi bor. Bitta fioletisi shunaqangi bitta sarig'i bor. Shu sarig'ini har kungiga qo'shsanglar ham hech ham me'daga tegmaydi qizlar. Bu lineykada qizlar bitta Lucia degan atirdi. Qizilda kelardi oldin upakovkasi, hozir o'zgarib qolgan. Hozir обычныйlar oqda kelyapti. O'sha atir ham hech qachon me'daga tegmaydi. Shulardan olsanglar qizlar har kuni ishlatsanglar ham yutkizmaysizlar, me'dalarga tegib qolmaydi.